Assalomu alaykum qadrdonlarim, syomkaga kelgan edik. Bobur akam mashinalarini reklama qilgani kelgan edim. Xudo xolasa mana hozir bitta baraka jarayonining ustidan chiqib qoldik-a Bobur aka. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Qanchayapsizmi? Assalomu alaykum aka, tuzimsizlar? Assalomu alaykum, hurmatli Mustang obunachilari. Xudo xolasa mana navbatdagi baraka bo'lgan mashinamiz Almin akam syomkaga tashrif buyurdi. Shu Davronbek akamga 2004-yilda ishlab chiqargan avtomashinani Matizda propan gazlari bilan Xudo xolasa 1350 dollarga tikodi puliga baraka qildik aka. Xudo xolasa izboskan Zelnamos tumani izboskandan kelgan ekan akamiz. Mana chiroyli narxlarni qilib o'zimiz obunachilarga qilib berdik, aytgan narxlardan arzonroq qilib. 1700 dollar qo'yilgan mashinani 1350 dollarga baraka qildik aka. Naqd pulga baraka bo'ldi aka, bor baraka. Baraka. Bundan tashqari yana mashinalar bor, syomkalarni qilib sizlarga taqdim etamiz. Aktiv bo'lib turinglar, Xudo xolasa. Bugun erta chiqadi videolar.